fuqaroni bir necha marta jazolash mumkin emas. Shuningdek, belgilangan jazo huquqbuzarlikning xavflilik darajasiga muvofiq bo'lishi kerak. Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi fraksiyasining yig'ilishida qonun loyihalari ko'rib chiqilayotganda bu fikrlarni bir necha marta takrorlashga to'g'ri keldi. Endi qonun loyihasiga e'tibor bersak, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 8 ta moddasiga kiritilayotgan o'zgartish va qo'shimchalar qonunning mazmunini tashkil etadi. Ya'ni bir qarashda vazifa amalga oshirilgandek tuyuladi, lekin chuqurroq ta'liq qilsak unday emas. 141, 151 birinchi qism, 156-moddalar o'z ahamiyatini yo'qotganligi uchun yoki keyingi yillarda birorta ham ish ko'rib chiqilmaganligi uchun 227-3-modda esa umuman amaliyot bekor bo'lganligi uchun so'nggi yillarda birorta ham ish ko'rib chiqilmagan. Shu nuqtai nazardan yuqoridagi moddalar yoki normalar chiqarib tashlanyapti. Bu yerda agar e'tibor bersak, huquqiy ta'sir choralarini qo'llashda qanaqadir mutanosiblik konstitutsiyaviy prinsipiga qaysidir to'g'ri kelishini, demak, aniqlash qiyin bo'lyapti. Yuqoridagidan kelib chiqsak, nazarimizda ushbu qonun loyihasi farmonda belgilangan vazifa bajarilmagandek tuyuladi. Mutanosiblik prinsipi aslida bizning partiyamizning elektorat manfaatlarida ham juda katta ta'sir qiladi va o'z maqsadiga erishmagan deb hisoblaymiz va uni jiddiy tarzda qayta ko'rib chiqish kerak degan taklifimiz va xulosamiz bor. Mutanosiblik prinsipi bo'yicha prezident farmonida haqiqatan ham dolzarb vazifa qo'yilgan. O'shaning uchun bu juda katta vazifa. Bu bitta qonun, avvalambor bitta qonun doirasida hal bo'ladigan vazifa emas. Mana agar e'tibor beradigan bo'lsak, jinoyat yoki ma'muriy o'z umuman javobgarlikni takomillashtirishga qaratilgan har bitta o'zgartirishimizni tag zamirida mutanosiblik prinsipi yotadi. Chunki qaysidir bir norma vaqti kelib o'zining ahamiyatini yo'qotishi mumkin, qaysidir bir norma esa jamiyatda o'zini ahamiyatini sezdirmayotganligi sababli mazkur huquqbuzarlik uchun jinoiy yoki ma'muriy jarimalar miqdorini oshirishga to'g'ri kelishi mumkin. Mutanosiblik prinsipiga amal qilish, siz aytayotgan Nuralik to'g'ri. O'sha aytayotgan misollaringiz tushmayapti, o'z ahamiyatini yo'qotganligi uchun mutanosiblik prinsipiga hech qanday bir daxldorlik yaqiniga ham kelmayapti. Shu nuqtai nazardan aytilgan masala edi. Shuning uchun aytyapman, mana o'zingiz ham aytyapsiz, haqiqatan ahamiyatini yo'qotmagan, boyagi investitsiya masalasini aytyapsiz, kirib kelishini, boshqasi o'sha telefon apparatlari bugun yo'qmi? Demak, bu mutanosiblik prinsipi qanaqadir undan ko'ra juda ko'p masalalar bo'lsa, yo'l harakati bilan bog'liq. Bir xillari ijtimoiy xavfli jihati umuman yaqinga kelmaydi, lekin qarasangiz miqdori baland. Bir xillari ijtimoiy xavfli jihati yuqori, lekin unga demak jarimalar kam. Har bitta davlatni o'zini holatidan kelib chiqib uni baholash kerak. Bu chet el tajribasi ekan deb uni qabul qilib olish kerak emas. Chunki u yerdagi ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish bilan O'zbekistonning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishining orasidagi farqlari ham bor. Shularni ham e'tiborga olish kerak.